أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman biraderlerimiz, bu katımki dersimiz heyit ninki üstüde buludu toxtalımız. Yani heyit degen neymi? Heyit namazını kandak okuyumuz. Heyitlada kandak iş yok kılımız. Müşün üstüde toxtalımız. Endi heyit yani heyit degen asli Arapça gap. Yani aydun, ayadun deyimiz. Bu ayetninki bizim Uygurca telaffuz kılınışı bozulup yani heyit deyimiz. Yani manda çıkıp etken vakti yani bayram bizim Uygur tilida yani bayram dep atıldı. Şuna bunu dikkat kılış gerek. Yani bu ayetninki heyit oluşu hem de Allah Taala'nınki bendelerge devamlı her jeli şunda bir inam kılıdığan nimetler boğallık için şuna heyit yani tekrarlanıp tuğallık için bir mani bunu işte boğallık için şuna Arapça tilde bunu heyit dep atılgan. Ama bu heyit yani bayram degen hemimizge ma'lum her kanda bir millet, halk, devletlerninki öz aldığı bir bayram günü oldu. Bu bayram demek yani hoşallık gün demek yani. Bir hoşallık gün degen gap. Yani her bir millet, kanda bir millet ya devlet ya halk buluştu kat'i nazar öz aldığı yani dini ya devlet ya ki halk cihatten bununki bir hoşallık bir gün oldu. Bu hoşallık günü de yüzdeki şu günde ma'lum bir iş nayet çok boğallık şu işini hatırlap ula şu işini hoşallığı da andığı bayram kılıdan gel. Şunu da bu İslam dininin mu, Müslümanlığının mu öz aldığı ayrım başka bir millet ya halka okşamaydıgan ayrım bir hoşallık günü ki yani bayram günü çok var. Mene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kılıp kelgen vaqt özüde Medine'de mu şundaq bayram günleri çok boğan. Peygamber Aleyhisselam kelgendeki Peygamber Aleyhisselam bu iki şu çağda heyit bayramlarını görüp Peygamber Aleyhisselam ma hazanil yevman neymi bu işki könsünninki dige vakti üzide mene şu çağın üzide mene sahabeler ya Resulullah biz cahiliyet devrede mene bu işki günde mene bayram muşunda hoşallık günü çok kılıtık hazır bir şey muşunda kıvatimiz degen. Yani bu işki gün Niroz bayrami digerlemi var Mehrecan dem atıldı Arapların genimizi de şu buluşumu degen köz karıştım var mene kayındağını buluşunda kat'i nazar yani cahiliyet devrede yani küfür devrede kılınan bir bayram hikayeliğine oladıydı. Diyedeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size Allah Teala silge bunun yaxşı iki bayram günü silge tiştiydi. O kavun kurban heyit kurban bayramı en birisi roz bayramı. Anda oğan eken o bayram onu Allah Teala bunu tiştigen boğan eken siz onu kılmay siz Müslüman mümin boğan eken siz bu iki bayramını çok hoşallık günü de bekletinler. Şu günü hoşallık bu bayram çok kılınlar diyen. Şuna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mene ulu den şu iki günü yani iki gün onu kılan cahiliyet devredeki bayram günü hemen amel çok kaldırın. Amelde kaldırıp onu kılan bizimki roz heyit, kurban heyitin ibaret olan bu iki bayramımızı mukamlaştırgan. Şunu bilen biz hakiki Müslüman mümin bolu dikenimiz bizimki bayramımız bu. Kurban heyit, kurban bayramı, roz heyit bayramı bu iki bayram boludu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özününki hedisi de muayyan kılıp belki tüfegen bu iki bayram çok muşu. Bu bayramdan başka bir günümüz çok yok. Eğer de bizdeki bayram günümüz yeni bir gün mesela bu kalan vakti üzerinde ya bizdeki devletimiz kuruluptu, çoğun bir işlaptı, hoşallah bir gün buptu. Şu arkalık cemaat ya ki çoğun bir devlet şekli de çoğun ağalarımız icma kılışı arkalık muşunda bir buyruk bir nersi çıkarıp yani şu günü anıdaki lehvi leheb, buzuk bunda bir iş arlaşmağa asasla bir bayram günü de belki ise mesela devletimiz kuruldu değil yeni bir kutulgan günümüz değil yeni bir iş olan günümüz değil uçağı o buludu. Ama biz mümin, Müslüman bu turuqluğun gayri Müslimninki yani küfürninki her kanda bir bayramını bizdeki bayramımızken dep uçağı onunki doğraşninki üze biz mümin, Müslüman'a nispeten doğrucu emas. Eğer de
uni rasmi mana yaxshi ko'rib biz uni doğrab tutmasak bizdeki imanımızda yani bizdeki musulmonligimizda jazman shakcho bor. Şu bu to'g'ri oyat var ham payg'ambar alayhissalatu vassalamniki men tashabba bi qawmin fa huwa minhum degan hadisi var. Şu oyatda sizlar ya ayyuhallazina amanu mu'minlar Yahud va nasaralarniki hech qanday bir narsa ergashmanglar degan şu oyatlar var. Sizlar haqiqiy mu'min musulmon bo'lsanglar Qur'oni Karim hadisi Rasulullohga nima degan bo'lsa shu bo'yicha men ergishinglar degan oyatlar var. Şunun için biz mu'min musulmonlarga nisbatan bizniki bayram kunimiz ro'za heyit, qurban heyit kundan iborat bo'lgan ikki heyit kuni bo'ladi. Mana bu heyitniki mana kirib chiqishi bizga hamda u kun nima uchun bunda bir xo'shalik kuni bo'ladi? Mana bizniki hamda İbrahim alayhisolatu vassalamniki mana sunnatiga asosan qurbonlik qilish va shuning bilan birlikda mana Alloh taolo o'ziniki o'g'li bo'lgan İsmail alayhisolatu vassalamni İbrahim alayhisolamning mana qurbonlik qilishini uni qabul qilib uning o'rniga bir boshqa bir qurbonlikni mana qilib berganlik bu xo'shallik. Yana birsiga bizniki üstümüzdeki 5 farz bo'lgan uniki birsi bo'lgan haj faoliyatini boshqa birodarlarimiz boshqa bir yerda ado qilyotdi. Meni mushunda bir xo'shallik bo'lganlik yuzidan biz u yerda nima qilamiz buni? Mushunda xo'shallik bo'lganlik yuzidan mana bu xo'shallikni biz aslab shu orqali biz bayram qilamiz. Shu bayram qilib andan keyin bayramga asosan hadis sünnet İslam ruhiga asosan bir-birimizni yeyitlishish, bir-birimizni ziyorat qilish, mushundaq yaxshi obdan uyutish, agar urush jada bo'lib qolgan bo'lsa u yerda yaxshi holatga kelib, burungi ishlarni hammani shu tashib etib, qaytadan bir xo'shallik bir holatga kelish kerak. Yani umumyüzlük musulmonlarniki jamiyat bo'lib, yani xo'shallik bir kunimdi. Xo'shallik, yani umum musulmon xalqining bu xo'shallik kunlarda bir-birisi urushadigan, bir-birisi talishadigan, yana birisi bilan adovat qilishgan qat'iy bo'lmaydi. Bayram emas u. Xo'shallik kuni emas, u musibat kuni bo'lib qoladi. Shuning uchun agar unda bir ish qolgan bo'lsa, uni tubdan yuvib etish kerak. Endi biz hamda Qurban hayit namoziniki ustida to'xtalamiz. Bu Qurban namoz hammamizga ma'lum, mana vojib. Bu vojib namoz. Bu Qurban hayitniki namoziga vojib bo'lishiniki shartlari juma namozi qanday bo'lsa shunday bo'ladi. Ya'ni bu musulmon kishi, musulmon erkak vojib, muqim, uyda tug'gan, safar qilmagan, hur, mushundaq odamlarniki ustiga mana bu namozni o'qish vojib bo'ladi. Mana shu kunda bir xo'shallikni umumyüzlük hamma kishilarga avatish, uqtirish, g'ayri musulmonlarga bildirish uchun payg'ambar alayhisolatu vassalam mana hayit bayram kunlarda bütün balvaqillarning hammasiniki namoz o'qiydigan yerga chiqishi, namozni bütün bir shahar bir yerda o'qish uchun buyurgan payg'ambar alayhisalom. Hatto payg'ambar alayhisalom shuning ichidan har ayol, hattoki uyning ichida saqlayotgan xidirning ichida deydi, saqlayotgan shunda qiz bolalarni hech qanday bir kishi ko'zib qolmasa, unda saqlayotgan qizlarni uchun chiqsin. Shu har ayol kishining hammasi chiqib, agar namoz o'qiydigan bir holat bo'lsa, namoz o'qisin, namoz o'qimaydigan yezdor odat ko'rib qolgan bo'lsa, u chaqda namoz o'qimay, bizning namozimizni sirtichu, turibchu, saqlabchu tursin. Bu jamoat, musulmon jamoatning ko'pligini bu g'ayrilar ko'rsin, bizning kuchimizni ko'rsin degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bor. Buning asosan biz bu bayram kunlarida biz musulmon bo'lgandan keyin, musulmonlarning xo'shal kuni bo'lgandan keyin balvoqlarimiz imkon bo'lsa, xotun balvoqlarning qizlarimizni tatib hammasini bir yerga chiqishimiz, imkon bo'lsa bir yerliklar hammasi namozni bir yerda cho'ng bir maydonda o'qishimiz uchun kerak. Buning uchun mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buning uchun tavsiya qildim. Endi hayit namozida chiqqan odam endi shaxsiy nima bo'lib, qanday qiladi bu odam? Mana bu odam chiqqan vaqtida qurbon hayit bo'lib qolgan bo'lsa, u odam mana yuyinadi, pok uzib chiqish kerak. Ikkinchidan xushbo'y, attir narsani ishlatish kerak. U odam uchinchidan eng chiroyli, go'zal bir kiyimni kiyish kerak. Chunki xo'shal kun endi. Hamma narsa xo'shallik ashad purabchu turishi. U jamoat to'plashadigan bir yer bo'lgandan keyin ses buroq bilan kelmay, g'usl qilib bo'yini yuvib, pokiz attir surtib, mushtaqcho kelishi kerak. Endi bu odam chiqishdan burun nasht qilmaslik kerak endi. Nashtni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandek hadisida, ya'ni ash qurbonlik qilib u odam namoz o'qib,
qurbanlik qilgan qo'y yoki kalib qolgan bo'lsa, shuni go'shtini pishirib, buni bilan nashta qilsa eng yaxshi. Bu qurban heyitga qartilgan gap. Ro'za heyitida mana kelgan vaqtida ro'za heyitida namoz o'qishdan burun mana nashta qilib chiqish, ya'ni bir sunnat bizga nisbatan. Qurban heyitida bo'lgan bo'lsa, bu chog'da nashta qilmay, mana nashta qilmay, agar qurbanlikni biz namoz o'qibla, ishtiqibla bir 2 soatning ichida qo'saq paqnib ketkicha qan bo'lsa, u chog'da nashta qilmay, go'shtni pishirib, uni bilan qilishimiz bu biz uchun sunnat bo'lgan bo'ladi. Bunaga diqqat qilishimiz kerak. Endi biz endi qurbanlik qilmoqchi. Qurbanlik qilgan odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna deydi: "Iza dakhalatil ashr", ya'ni Zilhijjaning 10-kuni kirsa, Zilhijjaning 10'i kirsa, ya'ni 10, ya'ni Zilhijja oy kirsa, birinchi kun kirdi. Kirgan vaqtda bir odam sizning ishingizda qurbanlik qilishni iroda qilib qolgan bo'lsa, u odam deydi: "Fala yamussa min bashari va shi'ri shay'an." O adam yüzdeki çeçidin ve bedeni hiç kana bir nesne almasın deydi. Yani Zilhicc aynı ki birinci aynı köyde, şu aynı köyde amanamla, eğer biz kurbanlık kılışını irade kılıp kalsak biz öyünün çoğun, ya biz bay, bunda bir bağım olsak biz bedenimizin hiç kana bir yani tırmığımızın tüküne, onun için 10 günün içinde kurbanlık boğan kadar almasığımız şu gerek, bu bir nime o sünnet. Bunu dikkat şu kılış gerek. Endi qurban heyitga namoz o'qib chiqqan bo'lgandan keyin bu odam mana shu qurban namoz o'qig'ili bu odam chiqdi. Chiqqandan keyin bu odam g'usl qildi, mangdi, ham nima qildi. Bu odam endi namoz qarab mangdi. Namozning vaqti qachon bo'ladi? Mana qurban heyit, ro'za heyitniki namozniki vaqti kun o'rlagandan tortib, kun o'rlagan, kun chiqqan vaqtdan tortib, kun qorlig'anga qadar vaqt, men mush vaqtda o'qisak, men eng nima o yaxshi. Mush vaqt shu, ammo eng yaxshi vaqt qurban heyitida uni baldir o'qisin deydi. Ro'za heyitida, ya'ni u barda o'qisa, qanday o'qisa u o'ziga shu ahvolga qarab, mushtachu o'qish kerak. Endi bu namozni qanday o'qiymiz? Qanday bir shaklda o'qiymiz? Bu ro'za heyit, qurban heyit namozida azan, takbir yo'q. Azan, takbir azan o'qimaydi. Takbirchi o'qimaydi. Endi buni qanday o'qiymiz? Ya'ni qolgan namozning shaklari o'xshaydi, lekin bu odam mana birinchi qatim takbir aytadi, Allohu akbar deydi. Allohu akbar degan vaqt o'zida 3 qatam, ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 3 qatam anidagi qo'lini ko'tarib, mushtachu takbir aytadi. Nemini deb bo'lgandan keyin subhanakallohni deb bo'lgandan keyin o adam Allohu akbar deb birinchi qatim quloqni qaqdi, unidagi subhanakallohu va bihamdihi va tabarakasmu kotala jaddik va la g'ayruk dedi deb bo'lgandan keyin 3 qatam Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 3 qatam takbir o'qiydi. Shuning bilan anidagi imom iqtida qilgandan keyin imom anidagi o'zini o'qib, bismillahni o'qib, alhamdulillah oshkora qiroat qilib, so'r qo'shib shuni o'qiydi. Ikkinchi rakat kelgan vaqt o'zidan, ikkinchi rakatda ruku qilishlikka oldidan u odam yana 3 qatam yana takbir aytadi. Men 3 qatam takbir aytib, Allohu akbar qiroatdan keyin yana 3 qatam takbir aytadi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 4-chi takbirda ruku qiladi. Shuning bilan imom bu shaklda namoz o'qiydi. Biz ham ayni shunday qilamiz. Endi bu odam bu narsani endi namozning vaqti bu shakli u. Ondan keyin bu namozni o'qigandan keyin imom, ya'ni xutbani juma namozida, xutbani juma namozining oldida o'qiydi. Ma ikki heyit namozida imom xutbani ikki namozni o'qib bo'lgandan keyin salom berib bo'lgandan keyin onidagi xutba o'qiydi. Xutbaniki o'rni bu yerda. Agarda o odamda, masalan, o mahallining kishilari, masalan, birinchi kun o'qiyolmabdi. O'qiyolmagan bo'lsa, ya bir ishibdi, ya bir ishibdi, o'chadi ikkinchi kuni o'qisima, u durust bo'ladi. Ammo birinchi kuni o'qigan bo'ldi ham, o'qish kerakdi, ammo bu bo'lgan. Ammo biror-bir to'sqinlik uchrabdi yoki urush tarash og'iz olib ketdi, o'chadi o'qimay, ikkinchi kuni o'qisima, u durust bo'laverdi. Endi bu odam mana shu qurban heyit kuni mana takbirni oshkora o'qiydi bu odam yo'ldan.
O'qigandan keyin shuning bilan mana ash namozni 3 kun o'qisa bo'ladi ekan. Andan keyin bu imom xutba o'qiydi. Xutba o'qigandan keyin o'zining xutbasida bu imom takbiratut tashrikni butun jamoatga qurbonlikni, anadagi fitr agar ro'za tutib qolgan bo'lsa, buning ahkomlarini o'qib tushundirdi, o'rgatdi. Bu bundaq shaklda qiladi. Endi bu takbir tashriq degan qavm, takbir tashriq degan mana mushu Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, valillahil hamd degan buni takbir tashriq. Mana takbir tashriqni har bir musulmon odam besh namoz o'qigandan keyin shu odam bir jamoatga iqtido qilgan bo'lsa, men shu odam shu Arfat kuni, ya'ni Zilhijjaning 9-kuni bomdod namozidan yenibla heyitniki 3-kuni, ash namozgadan yenibla shuni to'xtatdi. Men mush kunda har farz namozdan keyin u odam bir jamoat bilan o'qigan bo'lsa, jamoatga ergishib shundoq o'qish u odamning gadiniga, bu takbir tashriqni o'qish bu odamning gadiniga vojib. Endi musofir odam iqtido qilgan odamga mushkullarda iqtido qilgan bo'lsa, u musofirniki ustiga yana vojib. Agar ayollar yana shundoq imomga iqtido qilib qolgan bo'lsa, u chaqning o'zida yana ayollarni o'qish kerak. Ammo ayollar u kunlarning o'zida agar erkish iqtido qilmay ayrim o'qigan bo'lsa, ayollarning gadiniga bu takbirni o'qish vojib bo'lmaydi endi. Unda o'g'andan keyin bu takbirni mana shu kundan boshlab agar namoz o'qishlik orliqda ma'lum bo'lsa, u odam davomli namoz o'qigan qadar, masjiddan masjidga kirgan qadar Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, valillahil hamd degan mushu takbirni davomli o'qib turish kerak. Yo'lda davomli oshkora o'qiydi deydi endi. Oyatni deganimizda davomli yo'lda oshkora o'qib, davomli Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar degan mushunichu o'qib davomli oshkorichu o'qiydi endi. O'qib mushunichu qilish kerak. Bu heyitniki kunidagi qiladigan ham namozniki shakli mush shaklda bo'ladi. Mush shaklda lekin bayramimizni obdan to'g'ri bir shaklda o'tkazsak, ham mush shaklda qurbonlik qilsak, ham kiyim-kechak va gazani qilsak, mana shar'iy, mana sunnatga muvofiq qilgan bo'lamiz. Biz endi bayramimiz jazman ikki heyitchi bo'lish kerak. Hargiz boshqa bir kishilarniki bayram kuniga ergishib unda qilsak hargiz bo'lmaydi. Ular bizni islom dinidan chiqarib etishgan, o'zining barliq ahkomlariga, e'tiqodlarga ergashtirishni uchun bu yaxshi ko'rgandi. Siz yaqinchi qiz bo'la rozi bo'lmaydi. Shu Qur'oni Karimda Alloh taolo amri bilganligi uchun lan tarda ankal yahudu va lan nasara hatta tattabi'a millatahum degan shu oyat bor. Sendin deydi ey adam, Yahudu nasaralar sizin hergiz rozi olmaydi. Ani qilib mani qilib desiniz hergiz rozi olmaydi. Ular ash o'ziniki dini e'tiqodiga ergashmoqchilik, e'tiqodiga, axloqiga, urf-odatiga, mush ishlaring hammasiga siz ergashib, voy yaxshi deb nima degan bo'lsa, shu buncha qilgan bo'lsangiz, andan u sizga rozi bo'lib, ha, yaxshi kishi ekansiz, sizni qanday qilsak biz yordam qilamiz deb bundaq qilib berdi. Bo'lmasa, siz u musulmonlik holatida turib, aqoidima ishni qilib bermasa, u sizni yaxshi ko'rmaydiki, sizni rozi olmaydi degan nima oyat bor. Shuning uchun biz bu heyit bayram kunlarda, xo'shallik kunimiz jazman bizga nisbatan shu ikki heyit bo'lish kerak. Buningdan boshqa heyit bayram kunlar bo'lsa, buning uchun biz juda diqqat qilishimiz kerak. Bizniki har qanday musulmon bo'lgandan keyin har qanday bir faoliyatimizda jazman muayyan bir vaqt, bir o'lcham, bir nima bo'ladi. Buning uchun diqqat qilishimiz kerak. Bizniki bu qatimki heyit namozi va heyit bayram kunlariga aloqador masalalar ustida bo'lgan darsimiz shundan oxirlashdi. Yeni bir qator ko'rishishni Allohga omonat bo'linglar va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير
يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي